Jabroil alayhissalomga borib so'rachi, Rasulim nega yig'layapti ekan dedi. Jabroil alayhissalom Rasulullohning huzurlariga kelib so'radi, nega yig'layapsiz deb. Rasul akram hazratlari ummati uchun qayg'urganidan, ularning azoblanishlaridan qo'rqqani uchun yig'laganlarini aytdilar. Jabroil alayhissalom eshitgan javobini Alloh taologa yetkazgach, Alloh taolo Jabroilga bor, Rasulimga ayt. Alloh ummating borasida seni rozi qiladi. Seni aslo xafa qilmaydi. Sen rozi bo'lasan.